Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisizlar? Yaxshimsizlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun payshanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövanda diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Bugun, yani 14 mart bo'lsa, Tayland, Malayziya chegarasida tutqun qilingan bir guruh Uyg'urlarning Taylanddagi tutqunlik hayotining 10-yildan iborat. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti va Taylanddagi ba'zi kishilik huquq tashkilotlari va advokatlar orqa-orqadan bayonotlar e'lon qilib, Tayland hukumatidan 10 yildan buyon Tayland turmalarida azob chekayotgan Uyg'urlarni erkinlikka chiqarishini, bu Uyg'urlarning 3-chi davlatga o'rnanishiga yo'l qo'yishini, G'arb demokratik ellardan Xitoy qaytarilish xavfidan qutlanmagan Taylandlik Uyg'urlarga ega chiqib, ularga ishkini ichishni talab qilishdi. 2014 yılı 3. ayının 14 günü hayatları xavfiga uçurgan üçün qanunsuz yollar orqali Xitoydan qochib chiqishga majbur bo'lgan 222 kishidan tashkil topgan bir guruh Uyg'ur Tayland, Malayziya chegarasiga yaqin Songkhla degan joyda Tayland soqchi doiralari tarafidan qo'lga olingan edi. Bu Uyg'ur tutqunlar ichidagi 109 nafar quramiga yetgan 2015 yılı 7 ayda ko'rsatilgan barliq tirishchiliklarga qaramay Tayland doiralari tarafidan Xitoyga o'tkazib berilgan edi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Taylandlik Uyg'urlarning tutqunlik hayotining 10-yilligi munosabati bilan e'lon qilgan maxsus bayonotida mundaq deb ko'rsatildi. Biz Tayland hukumatini oldi bilan bu kishilarni majbur holda Xitoyga qaytarmaslikka chaqiramiz. Tayland hukumati ularni tutqun qilishni oxirlashtirib, bexatar bo'lgan 3-chi davlat ketishiga yo'l qo'yish kerak. Ularning orasidagi ba'zilarining Turkiyada oilasi bor. Tayland hukumati bu oilalarni jam qilish kerak. Bu Uyg'urlar Taylandga qonunsiz kirganligining jazosini allaqachon o'tab bo'ldi. Ularning hozir ko'rayotgan muomalasi insoniylikqa zid. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida ko'rsatilishicha, Tayland ayrlari 2015 yili 109 nafar Uyg'ur erni Xitoy qaytarib o'tgandan keyin yana 50 nafar Uyg'ur erni Taylandda tutib qolgan. 2023 yili 4 ayda Taylandning Suan Filoda degan yerda tutib turilayotgan 40 yoshlik Mattoxti Mattursun jigar va nafas yo'li kasalliklari bilan doktorxonaga ilib berilgandan keyin qazo qilgan. O yaqinqi 10 yilda Taylanddagi tutqun jarayonida qazo qilgan 5-Uyg'ur musofir ekan. Oningdan ilgari 2023 yili 2 ayda o'xshash tutib turish o'rnidagi 49 yoshlik Aziz Abdullamo o'pganligi bilan qazo qilgan. 2018 yili 27 yoshlik bir yosh rak kasalligiga giribtor bo'lib o'lib ketgan. 2014 yil bo'lsa yangi tug'ilgan bovoq bilan 3 yoshlik bola o'lib ketgan ekan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining qarashicha, navbatda Taylanddagi turmada qolib qolgan Uyg'urlarning soni 43 nafar ekan. Taylanddagi Uyg'urlarning tutqunlik hayotining 10-yillik munosabati bilan yaqinda Taylanddagi Baza nomli tashkilot xalqaro jamoat va Tayland hukumatini bu Uyg'urlarni unutib qolmaslikka chaqirish va ularga erkinlik talab qilish maqsadi bilan maxsus bir yig'in uyushtirgan. Yig'inda so'z qilgan Taylandlik va boshqa xalqaro mutaxassislar birdek Tayland hukumatidan ularni erkinlikka chiqarishini, bu Uyg'urlarning 3-chi davlatga o'rnanishiga yo'l qo'yishni talab qilishgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharq Turkiston davosiga vakillik qilayotgan markaziy tashkilot bo'lish sifati bilan har bir Uyg'urning manfaatini qo'g'dashni bosh tortib bo'lmaydigan burchi deb tonidi. Panohlanuvchilarning xabarini anglagan hamon ularning dunyoning qanday yerda bo'lishidan qat'iy nazar shu joydagi munosabatli o'rin va tashkilotlar bilan aloqalashib, ularga yordam qilishga tirishdi. Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlarga yordam qilish va ularni 3-chi bexatar davlatga o'tkazishni qo'lga keltirish bo'lsa, qurultayning eng asosli xizmat nishonlarining biri bo'lib keldi. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi muhojirlar markazining mudiri Polat Saim apandim qurultayning bu jihatda ko'rsatib kelgan tirishchiliklar haqida qisqacha ma'lumot berib, tovandikilarni bayon qildi. Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Tayland ko'chmanlarni tutib turish o'rinlarida 2014 yil 3-oydan tortib ta hozirgacha azob chekayotgan qarindoshlarimizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan biz har zaman ularga yordam qilib keldik. Mayli iqtisodiy bo'lsin, mayli ma'naviy jihatdan bo'lsin. Ularni bir kun unutib qolmadik, har zaman yordam qilib keldik. Qo'limizdan kelishicha yo'llarni mangdik, ko'rishilgan yerlar bilan ko'rishdik. Tayland hukumatları bilan so'zlashdik, tashqi ishlar bo'lamdi yoki ko'chmanlar idoralari bo'lamdi yoki parlament adam asos jihatdan hammasi bilan bir ko'rishib so'zlashadiganlarni so'zlashdik. Lekin ta hozirgacha u qarindoshlarimiz shu Taylandniki turmalarni azoblarini chekyapti. Endi 2015 yili 173 qarindoshimizni ayollar bilan bolalarni Turkiyaga yo'l soldi Tayland hukumati. Onundan keyin bir hafta o'tmasdan 109 qarindoshimizni Xitoyga berib etdi.
bu facialik işlerini azırıqça unutup qalğanımız yo'q. Anandan keyin bu 2022 yılı iki qarindişimiz Tayland türmesinde vafat oldu. Bu cihetlerde biz Dünya Qurultayı'dan Tayland hükümeti bilen ciddi söhbetlerini yapıp badık. Hem ulanınki hazır üçüncü bir devletke çıkıp ketiş üçün aldı da ulanınki turmuş ahvalını yaxşılaş, kesel bolsa keselini vaqtida davalaş, her cihetlerden biz iltimaslarını qilib kelyapmiz. Hem ulanınki turmuşunun yaxşılaşışını Tayland hükümeti bazı vaqtlarda va'dalarini berdi. Yaxşılanıp kelyapti. Hozircha bizning bilishimizcha egallagan xabarlarimizda. Shunda bo'lsa-mu, bular 10 yilning yoqi yanıl jafalarni chekyapti. Shuning sababidan 3-oyning 9-i Dünya Qurultayı Muhacirlar Merkezimiz Taylandning poytaxti Bangkokda bir parlament a'zolari, advokatlar, kishilik huquq tashkilotlari bir faoliyat elib berib, Tayland hükümetinden bu Uyghur qarindoshlarimizni tezdan bir qo'yib berishiga, erkinlik chiqishiga bir yo'l ochib berishini murojaat qildik. Bu faoliyatlarimiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Shuning uchun bu qarindoshlarimizning u yerdan qutulib chiqib ketish uchun hammalarninki shu kunki bir imzo etish bir nimasi bo'ldi. Imzo etish bir qog'oz bor. Uningda agar shu Facebookdan ko'rsanglar, shu Facebook kirib imzo assanglar yoki shu WhatsApp torlariga qo'ygan WhatsApp torlaridan shu imzoni assanglar, qancha jiq bo'lsa Tayland hukumatiga shuncha bir yuqori besim bo'ladi. Hozir Tayland xalqimi qo'zg'alib, Tayland xalqimi norozilik bildiryapti ularninki u yerda uzun turib ketganiga. Shuning uchun hammalarninki o'zimizning qo'ldan kelishimizcha bir yordamlarni so'raymiz. Hem biz doim to'xtamay bu ishni ketyapmiz, hem qilyapmiz. Rahmat. 13 mart günü Amerika Qo'shma Shtatlarining Kanadadagi bosh elchisi David Cohen apandining alayda teklif bilan Amerika Tashqi ishlar ministri yordamchisi Uzra Zaya xonimning Kanada ziyarati sharpiga o'rnashtirilgan ziyofatga alayda teklif bilan qatnashgan Dünya Qurultayı Qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xta apandim, Uzra xonim va Kanadaning Tashqi ishlar ministri yordamchisi Cindy xonim bilan ilib borgan suhbat jarayonida Xitoy davlatining vatanimizdagi davomlashayotgan vahshiy jinoyatlarning asli sababining Sharq Turkistonni tamamen munqariz va mustamlik qilishni amalga oshirish ekanligini, shu sababdan Sharq Turkistondagi vaziyatning kishilik huquq ramkasiga sig'maydigan ahvolga kelganligini, shundaqken Amerika va Kanadaning Sharq Turkiston masalasiga tutgan pozitsiyasining o'zgarish vaqtining kelganligini, mavjud ahvolda Xitoyning mustamlikchilik va kengayimchilik siyosatiga qarshi Uyg'urlarning mustamlikaga qarshi haqqoniy harakat qilayotganligini muayyanlashtirishning vaqti kelganligini ta'kidlab o'tdi. Bu qatimqi ziyofatga Kanada ko'chmanlar ministri yordamchisi Harpreet Kochar apandi, Kanada bosh ministrining ishxona mudiri Marjorie Machel xonim qatorliq yuqori darajalik arboblar qatnashdi. Amerika Davlat Majlisiga qarashliq Amerika Xitoy strategik raqobat alayda komitetining raislari Mike Gallagher va Raja Krishnamurti bosh bo'lib tanishtirgan TikTokni ma'ni qilish qonun loyihasi 13 mart kuni tushdan burun Amerika Avam palatasida 65 ga qarshi 352 ovoz bilan Avam palatasida to'liq ma'qullikdan o'tdi. Shuning bilan mazkur qonun loyihasining Amerika Kengash palatasiga yo'llanishiga yo'l ochildi. Navoda bu qonun loyihasi rasmiy qonunga aylansa, ByteDance shirkati uchun ikki xil tanlash huquqi bo'ldi ekan. Biri TikTokni o'zlaridan ayirib tashlab mustaqil shirkatga aylantirish, hamda uni Xitoy hukumatining kontrolidan xoli holda sog'lom taraqqiy qildira oladigan bir shirkatning setilishiga yo'l qo'yish. Ikkinchisi, navoda bu shartlar qabul qilinmasa, TikTokni Amerika tavasida ma'ni qilish hamda mazkur appni olma shirkatining app do'konidan chiqarib etish. Bosh shtabi Xitoyda bo'lgan TikTok navbatda Amerika tavasida oz degandami 150 million kishining yonfoniga tushirilgan bo'lib, Xitoyning mazkur app orqali barg'ansir yuqori pallaga chiqarayotgan ta'sir ko'rsatish shakldagi og'dirmachilik harakati Amerika hukumatining diqqatini qo'zg'ab kelayotganligi ma'lum. Amerika istixborot sohasimi Xitoy hukumatining TikTok orqali Amerika yoshlari orasida
Amerika hökumətindən gumanlanış və öşmənlik qilish, shuningdek demokratiyani vayron qilish urinishining urug'larini chechayotganligini ko'plagan sonliq ma'lumotlar orqali ko'rsatib bergan. Mazkur qonun loyihasi Avam palatada ma'qullangandan keyin palata a'zosi Nancy Pelosi xonim maxsus so'z qilib, biz hech qachon TikTokni yo'qotamiz demidik. Aksicha uni hukumatning bostirishlariga yordamda bo'lmaydigan shaklda sog'lom mavjud bo'lsin dedik. Chunki u Uyg'urlarni qirg'in qilishga o'xshash qabihliklarga vosita bo'lmoqda. Agar ular biz deganda qilishni xohlamasa, bizning buni ma'ni qilishdan boshqa tanlashimiz qolmaydi, dedi. Michael Lager bo'lsa bu munosabat bilan maxsus bayonot e'lon qilib, bugun har ikki partiyadan bo'lgan palata a'zolari birdek ovozda bu masalani o'ttirib qo'yish uchun bir yerga jam bo'ldik. Biz bir sada sifatida Markaziy istixborot idorasi, ya'ni CIA, Federatsiya tekshirish idorasi, ya'ni FBI, Davlat mudofaa istixborot idorasi, Davlat bexatarlik idorasi va boshqa tor bexatarlik tarmoqlarining rahbarlariga shuni bildiramizki, TikTokning davomli holda Amerika tavasida mashg'ulot qilishiga endi yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Biz buning tezdan Kengash palatasini o'tib, prezidentning ustiga yo'llanishini umid qilamiz degan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur qonun loyihasi Kengash palatasida tasdiqlansa, tezdan oqsaroq yo'llanib, Amerika prezidentining imzo qo'yishiga topshirildi ekan va rasmiy holda qonunga aylandi ekan. Amerika prezidenti Jo Baydenning bundan ilgari o'zining bu qonun loyihasiga imzo qo'yishga tayyor ekanligini bildirganligi ma'lum. 2024 yillik Muborak Ramazon oyi kirgandan buyon har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlari kollektiv iftor faoliyatlarini uyushtirish orqali tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni o'zaro sevgi va hamkorlikqa, birlik va ittifoqlikqa dalolat qilib kelmoqda. Shu qatorda 12 mart kuni Turkiyada aktiv faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisining o'rinlashtirishi bilan Istanbulda kollektiv iftor faoliyati o'tkazildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisining raisi, qurultay ijroiya komitetining a'zosi Abdurashid Abdulhamid apandimning bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan mazkur iftor faoliyatiga Turkiyadagi asosli Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari, jamoat arboblari, tanilgan Uyg'ur ulamolar, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Turkiyadagi vakillaridan bo'lib 120 nafardan ortiq kishi qatnashdi. Sharq Turkiston Ulamolar birligining raisi Dr. Olimjon Bog'da apandimning duosi bilan boshlangan iftor faoliyatida so'z qilgan Abdurashid Abdulhamid apandim, vatan ichidagi xalqimiz tarixda misli ko'rilib boqmagan zo'r yo'qolish xavfiga duch kelgan. Bugungi hayot mamotlik paytida chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur siyosiy faoliyatchilari va xalqimiz o'rtasidagi birlik ittifoqlikni yanada kuchaytirishning muhimligini alohida ta'kidlab o'tdi. Bu munosabat bilan stansimizning telefon ziyoratini qabul qilgan Abdurashid Abdulhamid apandim bu qitimqi iftor faoliyati haqida yanada tafsiliy ma'lumot berib, mundaq dedi. Hamda biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfi bo'lishimiz bilan mushtaq bir iftor programmani o'rinlashtirdik. Istanbuldagi har qaysi tashkilotlarning mas'ullari, jamoat arboblari, ulamolar va boshqa vatanparvar yurtsevar qarindoshlarimizga bir iftor ziyofatini berish orqali birligimizni, barabarligimizni va Xitoyninki aramizga selayotgan nifoq tuxumlarini, fitna, ig'vo va bir-birimizga tushiradigan, ziddiyat soladigan shunday hila nayranglarni bitchit qilish va ittifoqligimizni, hamkorligimizni namoyon qilish maqsadida bu iftor faoliyatiga o'rinlashtirilganligini, bu iftor Ramazon oyi jarayonida dualarımız bilen, ameliy hareketlerimiz bilen fiziki, maddi, manevi bütün cihetlerden vatanımız üçün, halkımız üçün yaxshi xizmatlarni, ishlarni qilishimizningki kerakligi va nimalarni qila olishimiz to'g'risida taxim ko'p tafakkur qilishimizningki kerakligi, tashkilotlar bo'lishimiz bilan hamkorlikni kuchaytirishimiz kerakligi, shaxslar bo'lishimiz bilan adovatni, ko'ngil og'riqlarini bir tarafga qayirib qo'yib, vatanimizning, millatimizningki manfaatini birinchi o'ringa qo'yishimiz kerakligi to'g'risida shu qisqacha bir so'z qildim. Hürmetli görürmenler, yukarıda diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduk. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkicha aman bolğaysizlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Jungle.